Как тебя зовут? Kim isming? Yeah, да. Diyor da. Ko'p nimada qaranglar bir nima borda, не надо меня снимать. O'zbek tilida ham, rus tilida ham so'rasa, isming nima desa, familiya bilan aytadi-da. Mana bu chet elda borsa, isming nima desa, Diyor deydi. Ro'ziyev, Diyor. Вот это не надо фамилию. Diyor. Хорошо. Savolda endi. Necha yildan beri ingliz tili to'garagiga qatnashasiz? 2 yildan beri. Xo'p, hozir qaysi nimada уровень bosqichdasiz? Fevralda sıfır. Oldingizmi? Bitu oldingizmi? 58 chiqdi. 58 chiqdimi? Yaxshi. Endi hozir qaranglar, bir savol beramiz mana sinf bilan. Savol beringlar, qanaqa savol berishlaring mumkin? Bunaqa Nurmat bunday oling bularni. Kim beradi savol? Qani? Bering. Xo'p, beradi ayt. Qani? Inglizchada oilasi haqida ma'lumot bersin. Bering. Da, oilasi haqida. Shunaqa savollar unaqa. Dadam kapitalizmda. Na angliyska. My dad studied for I did it's like computer science, but he doesn't work as a computer science job. He works as a cashier in a shop. He's in Russia right now, and I think he will be back in October at home. And so I'm really waiting for him to come back to home because I really miss him. And my mom doesn't work, and he sometimes does sews things at home when it's like a hobby for her. And I study math right now, and I think I will study computer science like my dad too. Xo'p. Qadir Turing nima dedi? Mana tushunmadim men. Men tushunmadim. Yo buni yo'q. O'zbekcha tarjima qilib bering. Kim qani? Kim? Ha, Marjona nima dedi Marjona? Qani kim? Ha. Sultonovada. Xullas, Mayli. dadasi IT sohasida o'qigan ekan. Ha. Hozir Rossiyada ekan. Oktabrda kelar ekan. Dadasini sog'inyapti ekan. Ayasi ishlamas ekan. Uy bekasimikan? Ayasini hobbilari bor ekan. O'qish. O'qirkanda nimalardadir xullas. Aytmadingmi? Diyor, qayerda o'qiydi? Ha, yo'q, bu narsa hobbilari nima? Tikuvchilik, uni bilamiz-da. Bo'ldimi? Charosqan Sultonova. Yana nima? Yangi bu Marjona tarjima qilmagan yana bir narsa bormi? Nima yana? Ha, sog'inyapti deganda to'g'ri. Ha, bo'ldi. Xo'p, qarashu, savol bering. Qadi. Endi o'zi haqida. Qani, mayli, o'zing haqingda. Hech kim bilmagan faktlar. Обязательно. Hech kim bilmagan faktlar. I actually started learning English when I was 8 years old, but I stopped for like 2 years, and I came back to studying when I turned 11, and I haven't studied for about 2 years now. After I stopped, it has been 2 years, and I have learned new things and knew a lot of things about English and Americans and things. In the future, I really want to go to Germany to study there. There's like a university called Munich. It's a city called Munich. I really want to study there because there's like a football stadium there, and I really want to watch football there. Ya, что поняла? Men nimani tushundim bu yerda? Gapingdan bitta Amerikani tushundim, Germaniyani tushundim. Значит, sen Amerikaga borib o'qishing yoki Germaniyaga o'qishing. Da? Borang. Yana kim nima? Aytingchi nima dedi? Nega aynan ingliz tilini
Нет, не вопрос. Bu hozir aytib bergan o'zini. Tarjima qilib bering deyapman. Yildan beri ingliz tiliga borishini aytganida tushundim. Shunday endimi? Xo'p, yana. 11 yoshda ingliz tiliga borish boshlangan. Shundaymi? Ha, yana. Avval unisini men aytdim-ku, Nurmati. Yo'q, yana nima? Yangilik. Ha, charos? Charos? Ha. Gapiringchi, ha, sen ke aytadi. Men 11 yoshda ingliz tiliga borib, 2 yil borib shu sertifikat oldim va kelajakda Amerika yoki Germaniyaga borib o'qishni orzu qilaman. Shundaymi? Yana nima? Ayting o'zingiz o'zbekcha. O'zi boshida 7 yoshimda 8 yoshimda borganman. Birinchi bo'lib keyin 2 yilmi 1 yilgami men bormay qo'ygandan keyin o'sha keyin 11 yoshimda yana borib shu 2 yil bo'ldi borganman. 2 yil ichida bitu olganing juda yaxshi. Juda yaxshi. Sen undan ham ko'tarilasan, Sibirlar ham olasan. Omad tilayman. O'tiring chiqani. Rahmat yer. O'tiring. Endi-chi bir gaplashaylik sizlar bilan dildan. Hozir nechinchi asr? 21-asr. 21-asr ustoz o'qituvchi qanaqa bo'lish kerak? Qanaqa bo'lish kerak Tashpo'latova? Sizlar 21-asr o'qituvchisi qanaqa bo'lish kerak? Zamonaviy deganda qanday tushunasizlar? Yo'q, bir nima qilinglar? Sizlar 8-sinfda o'qiysizlar. Bir qani aytingchi? Dars jarayonlarida sizga o'xshab shunaqa videolar olish kerakki, o'yinlar qilib qiziqtirish kerak darsga. Video olish kerakmi? Shu zamonaviymi? Нет, qanday nima qilinglar? Men o'zimga hozir yomon bo'lib ketyapman. Video olishga degan tushuntirib bera olmadingmi sen? Tushuntirib berasiz. Ha, biz tushunmaymiz. Qani, jim. Ustoz yo'q bo'lish kerak deb katta monitorda tushuntirib berish kerak. Ha, interaktivni, da, monitorda hamma nima qilib beradi. U ham bir nima? Yaxshi fikr, to'g'rimi? Ustoz kerak emas, ha? Ustoz kerak emas. Ha, qani Marjona? Zamonaviy o'qituvchi qanday bo'lish kerak? Menimcha zamonaviy eskichalik yo'q. Ha. Hamma deb bilim berish kerak. O bolalarga Faqat maktabda bilim berish kerak, to'g'rimi? Zamonaviy, lekin oldin ham 50 yil oldin ham shu bilim bergan, hozir ham o'sha bilim, to'g'rimi? Lekin u bilimni qanday qilib berish kerak? 50 yil oldingi bolalar, o'quvchilar boshqacha bo'lganda. Siz hozir gapiryapman. Hamma hozir bolalar masalan telefon, shunaqa ijtimoiy tarmoqlarga anaqa gap-ku. Darsni ham shunga sal bog'labroq o'tsa, qiziqishi paydo bo'ladi. Ot. Hozir hech kim почти o'qishga qiziqmaydi. Qiziqtirish kerak degin, ha? O'sha usullar bilan, o'sha nimani qiziqtirish kerak darsni. Bolalar nimaga ko'proq qiziqsa, o'sha darsni ham o'shalarga bog'lash kerak. Bolalar bizdan aqlliroq bo'lyapti hozir, to'g'rimi? Televizor, internet, sizlar bizdan yaxshiroq tushunasizlar. Biz ham sizlarga yetishimiz. O'tiring Marjona, qani nima? Zamonaviy o'qituvchi. Qiziqtirish kerak. Faqat darsni faqat o'sha bitta darsni o'qish kerak, основной bitta darsni o'qish kerak bo'lsa. Qiziqtirish kerak, основной eng keraklisi. Xo'p, o'tiringchi, qani men qanaqa yo'q. Qani turing. Zamonaviy o'qituvchi. Zamonaviy o'qituvchi hammaga birdek bilim berish kerak. O'zimiz maktabimizda ham zamonaviy o'qituvchilar ko'p, hammasi yaxshi. Ustozlar bo'lmasa bilim ololmaymiz deb o'ylayman. Baribir ustoz bo'lish kerak. Hop, ustoz baribir bo'lish kerak-da. Akbarov ustoz kerak emas dedi-ku. Bizga bitta monitor, ekran bo'ldi. Нет, kerak. Ustoz. Qani, Satimbayeva, o'tiring. Ha? Zamonaviy o'qituvchi. Bolalarni qiziqtirish kerak. O'ziga yoqqan fanlar bo'yicha o'qitish kerak. O'tiringchi, qani kim? Tursun Po'latov.
Ana qani turing Tursun Po'latov. Zamonaviy o'qituvchi. Tavakkal tayyorlanib turing. Miyangizda bir anav qilib, fayllarni udalit qilib boshqalarni. Davay, zamonaviy o'qituvchi qanaqa bo'lish kerak? Senga nima yoqmaydi biz maktabda? Ha? Nega o'qimaysan bo'lmasa? Nega o'qimaysan? Hamma narsa yoqqan. Qara remontlar, voy endi hamma narsa yetarli. Kitob, daftar, nima kerak senga yana? Nima bo'lish kerak? Chiroyli bo'lish kerak. Voy, tavakkal turing, o'tir Tursun Po'latov. Shu maktabda zamonaviy bo'lganda har bir bolani o'ziga yoqtirgan yo'nalish bo'yicha olib ketish kerak. Misol uchun biror bir bola yuridik o'qishiga topshirmoqchi bo'lsa, unga tarix, matematika, ona tili Chuqurlashtirish kerak demoqchisan-da. Chuqurlashtirish kerak. O'shanda bola kelajakda yaxshi shaxs bo'lib yetishadi. Mana shu fikr g'oya zo'rda. Ana shu fanlarni ko'paytirish kerak o'shunga, to'g'rimi? Ha. O Shahina nima demoqchi? Davay. Tanlagan tashabbusga mos o'shanga bog'liq bo'lgan fanlardan o'tish kerak deb o'ylayman. Masalan, hozir musiqa, yana jismoniyat bir nimalar qo'shib berishdi. Bir nimalar emas u fan. O'sha fanlarni o'rniga bizga kerak bo'lgan narsa qo'shib. Senga kerak emasmi? Jismoniy kerak emasmi? O'zimiz tanlagan Kerak emasmi? bog'liq bo'lgan narsa kerak. Yo'q, endi sinfda jismoniyga qiziqqanlar ham bor-ku. Jismoniy kerak, musiqa kerak. Xo'p, mayli. Ertaga ustozlarni bayrami ekan, bir og'iz. Men hozir o'sha ustozni ismini aytaman. Sizlar o'sha bitta so'z bilan o'shani ta'riflaysizlar. Tushunarlikmi? Всё, ketdik. Xo'p, всё, ketdik. Siroj akang. Jismoniy o'qituvchisi. Endi qarang, faqat jismoniy o'qituvchisi emas, so'z toping. Xo'p, mayli, qo'lni ko'taramiz. Nasib opa O'rinboyeva. Da. Nasib opa bizga dars o'tganda Bitta so'z bilan. yaxshi ustoz. Bo'ldi, shu. Motivatsiya beradi odamga. Motivator deb bo'ldi, shu bitta so'z. Xo'p, Ergasheva Nodir opa. Jahldor. Shu. Qurbonov Feruz opang. Kim? Qani. Mehribonmi? Voy, davay. Quvnoq. Aha. Baxtiyor aka hamma edi. Qani? Aha. Да. Xo'p, еще кто? Shoir opang. Bitta so'z bilan mehribon dedingmi? Yangi so'zlarni ishlatinglar. Muborak Ismatovmi? Хорошо. Xo'p, Mustafayev Ra'no opa. Нет. Norieva Dilbar opa. Нету. Sagatov Alisher aka, direktor. Как? Xo'p. Да. Xo'p, papa deb qo'yadi. Да. Xo'p, хорошо. Xo'p. O'zim aytay. Ilosaga. Azilkash. To'lqin aka. Voy, mehribon. Zarina. Operating. Gap yo'q ustoz. Super, хорошо. Abdurazakov Diloram. Jahldormi? Ha. Xo'p, еще кто? Mehribonmi? Ha. Кто еще был? Xurshid aka. O'zbekiston tarixining otasi. Ha. Mas'uliyatli kez halol. Kitob ishlashga qo'ymaydi umuman. Хорошо. Зинат опа, у вас вела уроки? Нет? Шафот опа. Sodda. Sodda Shafot.